Assalomu alaykum. Prezidentimiz topshiriqqa asosan har hafta bir mahalla borib tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazish belgilangan bizlar. Shu bo'yicha bu hafta G'alaba mahallasiga kelib, sizlarning muammo takliflaringiz bo'lsa, shuni o'rganish bo'yicha kelib turibmiz. Agarda kredit olish istaklaringiz bo'lsa yoki bir g'oyalaringiz bo'lsa, shularni birga o'rganib, sizlar kredit taklif etib, ma'lumot bo'lsa yetish uchun kelib turibmiz. Agarda yaxshi desangiz, imtiyozli kreditlarimizni taklif etamiz. Shu bo'yicha qiziqishingiz bo'lsa, boshimizda shu bo'yicha kreditlarni ajratib beramiz. Belgilangan tartibda. Bizlar hozir xotin-qizlar tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha hamroh krediti bo'limiz bor. Bunda yakka tadbirkor yoki firmani ta'sischisi 50% dan yuqori bo'lsa, yaxshi. ayol tadbirkor bo'lsa, unda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun 7 yillik kreditimiz bor. Bunda 2 yil imtiyozli davr bor. Bunda yo'nalishlar tikuvchilik, chorvachilik, agarda savdo, xizmat ko'rsatish, nov yo'nalishda ajab bo'lsa, loyihasini olib borsa, shu bo'yicha aytamiz. Keyin moliya